Videomiz boshida gruppamiz, kanallarimiz statistikasiga qaraganda bir 90% odam bizdan obuna bo'lmasdan kuzatyapti ekan. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Shunaqa ko'p videolar chiqib turadi va like tugmasini bosib qo'yinglar. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qo'qonbo'y qishlog'ida joylashgan 2 xonali bo'lgan kvartirani sotiladi. Sizlarga qisqachagina video obzorini beramiz. Albatta ko'pchilik bilishadi, bu joyda gaz va svetdan hech qanaqangi muammo yo'q. Sizlarga qisqachagina obzorini boshladik. Qani ketdik. Mana bu domimizning ko'rinishi. Mana alohida tashqaridan kirish xod qilishgan. Podyezddan kirish yopvorib, bu joyda alohida kirish xod qilishgan. Kirganimizda mana bu joyda ham oshxona, ham mana bu joyda o'tiradigan joy. Kelgan mehmon-azmonni shu joydan kuzatib boradigan holat. Kvartiramiz 2 xonali, lekin 3 xona qilishgan. Mana kirganimizda ro'parada mana uzungina koridor. Ham bu joyda esa bitta katta xonamiz mavjud. Bu xonamizda gideta bolalar xonasi qilsak bo'ladi. Mana bu joyda asosiy o'zi asli podyezddan kirib kelish eshik bo'lgan, lekin u joyni yopib, chiroyli qilib shkaflar qilib qo'yishgan. Mana bu joyda kattalar yotoqxonasi mavjud. Kattalar yotoqxonasi oldida umumiy yangi remontdan chiqqan sanuzelimiz mavjud. Yangi remontdan chiqqan sanuzelimiz. Albatta bu videoda ko'rib turgan gideta 70% jihozlaring qoladi. Videoda ko'rgan 70% jihozlaring qoladi. Kimga qiziq bo'lsa, kelib baraka qilishliklaring mumkin. Bu videoni ko'plab uy qidirib yurgan do'stlaringga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Hali bundan-da ko'p obzorlar qilib berishga harakat qilamiz. Do'stlar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yana bir bor narx-navosini eslatib o'taman. 21 ming dollar narx aytishyapti. Albatta kelishiladigan holati bor. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.